Bugungi videoda men Minecraftning ikkita eng eski versiyalarini o'ynab ko'raman. What the dog doing? Voy, mana kiruvchi qaranglar akalar. Nechta miro ochib tashalgan? Voy, wow, qaranglar. Voy, bu oxiri yo'q buni. Yehe, qachon kirarkan endi bu loy? Namuncha cho'zdi, boydan beri poylab o'tiribman. 2000 years later. Kirish niyati bormi o'zi buni? A few moments later. Justice Craze Warding. Vehe, va nihoyat 10 minut poylaganimdan keyin kirdi. What the? Qani o'yinni bir iye. Voy, mana qani? Yuraveradigan knopka. Iye, sakrash knopkasi qani? Voy loy. Hozirgidan ham battar-u. Voy, inventarni qaranglar. Bloklar namuncha kam. Tvarskiy rejim yana yetmaganiga. Iye? Uchib bo'lmas ekan. Voy loy. O'yin vobshe zerikarli bo'lib ketdi-yu. Va nihoyat qorli joy ham chiqar ekan u bu yerda. Hop, chotda chanka yaxshi zagruzka qilolmayaptimi telefonim? Yoma, qaranglar. Ye? Tugaydigan mirmi? What the? Borib ko'rmasa bo'lmaydi buni. Chota g'alatiga o'xshab ko'ryapti bor-ku. Hop, mana oldiga ham keldik. Ye? Haqiqatan tugaydigan bo'lsa ekan bu. Voy loy. Qanaqa o'ynayman? Qani endi bitta uy qurishga harakat qilib ko'raylikchi. Bu yog'i tezlashadi endi. Voy, va nihoyat endi tomini yopib bosam bo'ldi. Tomi ham bir 5 blokli bo'ldi-yu, adashmasam. O'zimcha sakrashga harakat qilyapman-me. Bu yerda sakrash yo'q, esimdan ham chiqib ketibdi. Mana nihoyat tomini ham yopib oldik. Ham yopib urib odam ezilib ketdi bor-ku. Va nihoyat tugadi. Yeloy, mana qaranglar. Nahotki endi bunga ozgina dekoratsiya kiritaylikchi. Xo'p, endi bizga bitta eshik kerak bo'ladi. Ye? Eshik qani? Okey bolalar, bu o'yinda juda ham ko'p minuslari bor ekan. NTP chiqib o'zimizdan qurgan uyga qaraylik. Odam, men san'at asarini qaraylik, ko'rib qusvorgilar keladi. Hop, endi uy ichiga ozgina dekoratsiya berib chiqaylikchi, hatto bir stol bo'lsa ham. Va nihoyat, men blok ochiq olib ketibdi-yu, yopib qo'yish kerak. Qanidan bu blok? Hozir olaylik-da, yopib qo'yamiz. Oppana. U mana tayyor bo'ldi. Endi fonariklar qo'yib qo'yamiz. What the? Fonariklar bunaqa yaxshi yortmas ekanmi? Loylar, qarochi bu o'yin menga unchalik yoqmadi to'g'risi. Na bir eshigi yo'q, na bir dizayni g'alati. Tavba, bir yaxshiroq ishlab chiqarsa bo'lardi-yu. Keyingi versiyaga o'tamiz. Va nihoyat, mana buni qaranglar, kirish xatyabi yaxshilandi-yu. To'xtanglar-da. Hammasi ham qatdan o'tda paydo bo'lib qoldi. Ha, bo'lmasa endi o'ynab ko'raylikchi. Yehe, mana anu o'yinlarim shekil bular. Da bitta mir ochib ko'raylikchi, xatyabi yaxshiroqmikan. O, mana grafika ham yaxshiroq bo'lsa bo'lar ekan-ku. Ana, inventari ham yaxshilasa bo'lar ekan-ku. Bitta qilich, bitta kamo. What the? Wow, mana qaranglar akalar. Hatto bu tuxum qo'shilgan ekan-ku, hayvonlar respawn qilishga. Yo'q. Opa, qo'y, yaxshi. Cho'chqa, bolasi paydo bo'ldi. Yaxshi. Sigir, yaxshi. Tovuq. Oppa, mana dese, вообще good. Yeloy bachcha. Nima yo'lasan? Men senga gadoymanmi? Gadoy emassan, so'taysan, shu uchun. Opa, bratishka, endirmay. Tvarskiy daman-ku, urolmaysan bratishka. Battar bo'l, urolmaysan. Kel, urolmaysan. Hop, endi bizga qarshi bo'lgan moblarni ham qo'yib ko'raylikchi. Opa, skeleton, yaxshi bratishka, qalaysan? Slime. Spider. What the? Men zombi qaraylar. What the fuck? Men urishga otdim bu loy. Voy loy. Urolmaysan babi. Urolmaysan. Xavotir olma bratishga, kuching yetmaydi, men Tvarskiydaman. Voy, men bir chiroyli mirlarni qaraylar kelar. Вообще zo'r bor-ku. Menga почистеньки bu o'yin yoqdi. Hatto birinchi versiyadan ko'ra ancha-muncha yaxshi. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Endi biz survival rejimini ham ochib ko'rdik. Survival rejimidagi yurak, to'xtanglar, ovqat qani? Qani urun olsa nima bo'lar ekan? Qiziqib ketyapman. Ovoz chiqqanini qaranglar. Robloxdan farqi yo'q-ku. Ovoziga ishqoz bo'lib qoldim, lekin bor-ku, вообще chiroyli ovoz chiqar ekan. O'lish qaranglar kelar, вообще. What the fuck? Iron Golem yarat bo'lmasa ekan bunda. Haqiqiy eski versiya ekan, lekin bor-ku, вообще yoqmadi. Iron Golem ham yarat bo'lmasa ekan. Bitta release uchib ko'raylikchi.
Qotib qoldimi? Voy loy. Voy, otib yubordi. Menimcha do'stlar, sizlarga videoim yoqdi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda uchrashguncha hammaga xayr, hammaga omad do'stlar.